Qadrli hamyurtlar, xohlasa biz 6 oy avval o'rnatib bergan sammoykamizga keldik. Korpusi birinchi qilgan ishlarimiz 6 oy avval. Apparatimiz terilgan qismi, ichilarini ham bitta olishingiz mumkin. Xohlasa akani o'zi xursand. 6 oy avval qilib berdik. Daromadlari xohlasa zo'r. Birinchi ikkita qo'yib bergandik. 15 kun, 20 kun atrofi o'tib aka. Uchinchisini sirazi mazasini ko'rgandan keyin pulini xohlasa qo'ydirib olishga imkoniyatlari bor ekan. Hozirgi kunda to'rtinchisiga harakat qilishyapti. Xohlasa shuni gaplashgan keldi. Aka, daromad qanaqa? Yaxshimi? Daromad yaxshi, harakat qilsa bo'ladi. O'rnatish kerak, pul topish kerak, harakat qilish kerak. Bu biznesda ishi bor odamlar ham davlat ishida ishlasa ham ertanman qarab qo'yadi, zakotovka penalariga kelishga pul yig'ishtiradi. Chiqib qo'ygan odam hozirgi kunda yutqizmaydi. Asosiy pul, yaxshi daromad, kam xarajat, normal foyda shu biznesda qoldi. Kim qilmoqchi bo'lsa, xohlasa aloqadamiz doimiy.